Do'stim qarang, anaqa skochlar bo'lsa ham par nomerlar yopishtirib, xohlasa sizlar uchun bitta mashina topib qo'ydim. BYD Son Plus 2022-yil 7-oy chiqqan, lekin bu 2023-yilda kirib kelgan Son Pluslardan 500 talik. Ko'ryapsizlarmi? YouTube'larini, rusifikatsiyalarni polni o'rnatib qo'yishgan. Mashina 86.000 kilometr yurgan, lekin egalari aytishyapti, o'zim haydaganman. Faqat mana shu oxirgi 3 yilda o'zim haydadim deyishdi. Mashinani ballonlarini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Yangi yumshoq 4 ta ballon taqib qo'yishgan. Hozir bitta orqasini ko'ramiz. O'zini ko'taradigan podiyomniklari ham bor. Sababi 2022-yil sonlarida mana shunaqangi jirni komplektatsiya bo'ldi. Hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman, dumalab qolasizlar. Qaranglar, orqasida 1.5 kilovatlik zaryadniki turibdi. 7 kilovatligini ham beraman deyishyapti va asosiysi mana buni qaranglar. O'zini mikrofonlari ham turibdi. Kamdan kam uchraydigan holatda do'stlar. Ketdik. Mana bunaqasiga o'tamiz. Yonidan ham bitta ko'ringlar, kraskalari absolyutni top-toza. Tonirovkalarini ruxsati bor deyishyapti, lekin o'z bitta ko'rib olaverasiz. Qancha qolganini, agar tugan bo'lsa, yana bitta tonirovkani qo'yib olaverasiz. Mashinani polniy black piano qilishgan, qaranglar. Hamma joyi black piano. Diskasi, ushlaydigan ruchkasi, mana bunaqa joyi, hamma joyi black piano. Kelinglar, ichiga bitta o'tiramiz. Mana mashina 86.000 kilometr yurgan ekan. Mashina lekin hidi ham unaqangi ezilib, rasvo qilingan mashinaning hidi kelmayapti. Mashinani polniy yo'llarini ko'rib qo'yishgan. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mashinani sizlar uchun $19,000 kelishib qo'ydim. Pastga shunday telefon qilasizlar, xudo xolasa baraka qilamiz. Menimcha bunaqangisini topish oson emas hozir.